Bugungi kunda bolalar xavfsizligini ta'minlash jamiyatning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Yo'l harakati qoidalariga amal qilishni bolalarga yoshligidan o'rgatish esa ularning hayotini asrashda muhim qadamdir. Aynan shu maqsadda Farg'ona tumanidagi 24-sonli umumta'lim maktabida Yashil chiroq musobaqasining tuman bosqichi yuqori saviyada tashkil etildi. Ushbu tadbir bolalar o'rtasida yo'l harakati qoidalariga oid bilim va ko'nikmalarni mustahkamlash, ularda xavfsiz harakatlanish madaniyatini shakllantirishni maqsad qilgan. Ushbu tadbirda o'tkazilishidan asosiy maqsad bugungi kunda mana xabarlaringiz bor, juda ko'p yoshlar o'rtasida, ayniqsa sizning yoshingizdagi o'quvchilar o'rtasida yo'l harakati bilan bog'liq bo'lgan juda ko'p holatlar aniqlangan. Bu narsalarga barham berish maqsadida ham aynan mana shu tadbirlar ishlab chiqilyapti va bugungi kunda tuman shaharlarda, viloyat hamda respublikada o'tkazib kelinmoqda. Siz bugungi kunda yoshlarning targ'ibotchisi bo'lib, yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini to'laligicha yoshlarni ongiga chuqur singdirishda kamarbasta bo'lishingizga ishonamiz. Musobaqada turli maktablardan kelgan jamoalar faol ishtirok etdi. Har bir jamoa yo'l belgilari, yo'lda yurish madaniyati bo'yicha o'z bilimlarini sinovdan o'tkazdi. Bolalar amaliy topshiriqlar, testlar va viktorinalar orqali harakat xavfsizligi bo'yicha bilimlarini namoyon etdilar. Quvonchli yuzlar, faol ishtirok, do'stona raqobat va bilim musobaqa davomida asosiy urg'u shularga qaratildi. Bu kabi tadbirlar bolalarning e'tiborini yo'lda yurish qoidalariga qaratish va ularda mas'uliyat hissini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Musobaqa yakunida g'olib va faol ishtirokchilar tuman xalq ta'lim bo'limi hamda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari tomonidan taqdirlandi. Biz har bir shartda jamoamiz bilan birgalikda yondashdik va hakamlar hay'ati tomonining shaffof baholashlari bilan faxrli birinchi o'rinni egalladik. Kelasi respublika bosqichlarida ham ishtirok etishni rejalashtirganmiz va faxrli birinchi o'rinni egallaymiz. Yashil chiroq bolalar hayoti, xavfsizligi va kelajagi uchun qadam tashlaydigan muhim tashabbusdir.